'O'ntalik 4 jamoa bor. Lipsovdan qolib ketgan jamoadoshlardan Ularboy va Asal 77, Alfa Games, Lednik M416, O'zbekiston, xo'sh, Gojo, Ajal, Bremen Nomozov, Islom, Duodi, R7 Forever va qolganlar yo'qolib ketgan jigarlar. Nima nasib etadi topadin, nima deb o'ylaysizlar jigarlar? Ko'ramiz hozirgi vaqtda. Alfa Games 106, Lednik M416 qoldi. Jamoadoshlardan top 1 ro bera oladimi? Xo'p. 3 ta jamoa qoldi va sonani ko'rishinglar mumkin. Ularboy va Asl zonada. Yo'q, Ularboy zonada. Adashib ketmang, Ularboy zonaga kelyapti. Bu kadar uzoqdan berishga harakat qilaman. Bu yerda voy asl uzoq bo'lgan adashmasam. 3 ta jamoa. 3-chi jamoa kim? Lednik M416. Lednik M416 ham yotibdi. Va Flarboydan o'yin. To'g'risida Flarboy 3-1 vaziyatda hozir Flarboy tursa yopilib ketishi ham mumkin. Xo'sh. Jigarlar. Flarboyga granata uchirishdi, lekin Flarboy uchmadi. Kim top 1 oladi? Flarboyda rostdan ham granata bilan uchirishmoqda, adashmasam. Va uchirishdi granata bilan. Va voy aslga qo'yishyapti. Dim bo'lsa voy asl Flarboyga yordam kelsa bo'ladi, lekin уже yopishdi. Va hozir ikkita jamoa 3-1 vaziyat. Lednik M416. Yo'q, yotib olgan. 3-1 vaziyat hozir. Ha? Ular kelishimi ne yapalım? Bilmasam, mana 3-1 vaziyat turibdi-ku. Biz o'lib ketdik-da. Ko'rdim. Ular yonma-yonmidi? Sizdan 10 qo'l dedi bular. Bitta? Yo, ikkitami? Bitta yotibdi buyoqda. Qayda? Mana yoqda Flarboy edi. Biz qayda o'ldik? Mana yoqda. Tankan oldida. Bu yoqda edi. Yo'q boradi buni ham. Va kelishmam nechta kel? voy Muslim. Yo'q. Kara Muslim. 16 ta qurbon. Yo'q, jigarlar nima bo'lyapti? Gap yo'q. Молодец.